Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Humo Arena'damiz. Bu yerda Swiss S06 ning taqdimoti bo'lyapti. Hozir taqdimot haqida videomiz davomida yoritib boramiz. Yangilik do'stlar, endilikda siz Samarqanddagi Swiss avtosalonidan Swiss S06 avtomobilni sotib olishingiz mumkin. Bu mashinalarni biz boshlang'ich eng kami 10% bilan olsak bo'lar ekan. Albatta. Eng top sotiladigan avtomashinalar qatoriga nasib bo'lsa kirish ehtimoli baland. Foizsiz muddatiy to'lovga ola olamizmi? Ola olamiz. Hatto avtokredit, pul ko'chirish, lizing orqali ham olib chiqib ketsalar bo'ladi. Bo'ladi. Parallelniy gibrid. Ya'ni o'zini o'zi zaryadlash imkoniyati bor. Buni zaryadkaga qo'yib o'tirishingiz ham shart emas. Hozir birga ko'ramiz. Siz esa mashinani ko'rib, salonni ham ko'rsatib turamiz. Chiroqni o'chirib qo'yishdi ham. Polni zaryadka, polni benzin bilan qancha yura olamiz? 1250 kilometr yuradi. Qarang, diskalarni qarang. Litiy diskalarda lider kameralari, polosa удержания, avtotormojение, barcha zamonaviy mashinalarga xos bo'lgan jihoz imkoniyatlari mavjud. Bizada esa 5 yil yoki 200 ming kilometr garantiya bor. mana shu mashinaga. Albatta, S06 larga va Soyuzning barcha modellariga. Albatta, 12 ta viloyatdan, agar boshqa qo'shni viloyatlardan keladigan bo'lsa, mana siz uchun, siz nomingizda aytib kelishsa, bonusiga polni bak benzinni ham qo'shib beraman. Xohlasalar gostinitsalarni ham qo'shib beramiz, farqi yo'q. Boshqa viloyatdan kelganlar. Albatta, eng asosiysi bizga mijozlarning mamnuniyati, mamnunligi. Mashinaga yozib qoldirsangiz bo'lar ekan. Bizlar Shehros TV yozamiz. Shunaqa zo'r gabaritlarga necha pul bergan bo'lardingiz o'zingiz? Primerlar 30 minglar atrofi. Lekin hozir anig'ini biza menimcha avtosalonga borib bo'lamiz. Albatta, albatta. Swiss Samarqand avtosalonidan hozir davom etamiz do'stlar. To'liq obzori videomiz davomida bo'ladi. Kuzatib boramiz. Eng muhim savolim, necha nomer taqqan bo'lardingiz? 3 ta 1, 3 ta A harfi bilan yaxshi chiqar lekin bunga. Kecha taqdimoti bo'lgan Swiss 06 ni bugun sizlarga to'liq obzorini qilamiz. Biz Swiss Samarqanddamiz va bu yerda sotuv bo'limi boshlig'i Shuhrat akamiz bilan birgalikda obzor qilamiz. Shuhrat aka, kecha juda Humo Arena juda katta taqdimot bo'ldi. Bu yerda siz ham o'sha yerda edingiz. Albatta. Do'stlar, hozir taqdimotni ham ko'rdingiz va video davomida sizlarga qo'yamiz atmosferani. Juda katta taqdimot bo'ldi. Qarang Shuhrat aka, bularni 1-aprel kuni taqdimoti bo'ldi. Allaqachon biz sotganmiz birikda kecha. Albatta sotildi, hatto bugungi kunda ham o'zi sotilish boshladi. 2026-yilning eng top sotiladigan avtomashinalar qatoriga nasib bo'lsa kirish ehtimoli baland. Sizlarga mashinaning obzorini qilib beramiz. Xullas, gibridlar qatoriga yangi konkurent qo'shildi do'stlar. Swiss S06. Shuhrat aka, bu mashinani biz boshlang'ich eng kami 10% bilan olsak bo'lar ekan. Albatta. Shu rostmi? Albatta. Swiss Samarqand avtosalonidan kelib olib ketsak bo'ladi. Albatta. Aka, bitta adresni aytamiz, keyin polni mashina haqida ma'lumot beramiz. Farhod posyolkasi 25-Avoy. Pastda nomerlari bo'ladi, yana batafsil ma'lumotdan olasizlar. Xo'p, Shuhrat aka, bu mashinani biz foizsiz muddatiy to'lovga ola olamizmi? Ola olamiz. Hatto avtokredit, pul ko'chirish, lizing orqali ham olib chiqib ketsalar bo'ladi. Bo'ladi. To'lovning har usuli bor. Gibrid avtomobili faqat gibridmi yoki bularda benzinligi ham yo'q? Masalan, kimga gibrid yo'qmasa, masalan, menga faqatgina benzinligi kerak desa, qanaqa modifikatsiya, Albatta, necha xil? 3 xil pozitsiyadan iborat. S06. Birinchi pozitsiya 1.5 MPI motor. Tashqi dizayn uchalasida ham bir xil. Kuzov jihatdan ham bir xil. Ma'lum bir, masalan, diskalarda yoki funksiyalarda farq qilmasa bir xil. Endi mazkur farqini aytib o'taman. 1.5 MPI motor birinchi pozitsiyasi, ikkinchi pozitsiyasi 1.6 turbinali motor, eng zamonaviy, eng oxirgi modeli gibrid. Aytganingizda o'sha gibridlarga konkurent paydo bo'ldi. Ana endi gibrid olishdan oldin, boshqa gibrid avtomobillarni olishdan oldin Swiss Samarqandga kelib, bitta haydab ko'rib, bitta tomosha qilib ko'rasizlar. Qarang ko'rinishini. Xo'p, Lamborghini Urus albatta ketadi.
Narda grey rangi ekan. Buni necha xil rangi bor Shuhrat aka? 6 xil rangi bor. 6 xil rangi bor. Oldi qismlar juda chiroyli ekan, qarang. Bamperlarni qarang. Xo'p, parktroniklarni ko'ryapmiz. LED faralar, bular nima? Prototumankan mana bunisi. Albatta. Rasxodi qanaqa endi bizani ko'p qiziqtiradigan savollardan biri rasxod. Rasxod 4 ta gibridlarda. 4 litr. 4 litr albatta benzinda rasxodi bor. Faqat gibrid holatda haydasangiz, atak shaharda ichida elektrga olib haydashingiz uchun 100-120 hatto ziyod ham yurib beradi. Faqat elektrda o'zida. Buni eng katta plusi bugungi kunda parallelniy gibrid. Ya'ni o'zini o'zi zaryadlash imkoniyati bor. Buni zaryadkaga qo'yib o'tirishingiz ham shart emas. Gibridlarda motor nechalik bo'ladi? Bularda 1.5. 1.5 lik. 270 ot kuchi. Polni zaryadka, polni benzin bilan qancha yura olamiz? 1250 kilometr yuradi. Polni bak bilan. Polni bak bilan. 1000 dan ortiq yurasiz-da. 8-9 litr menimcha 1.5, 1.6 motorlarda shunaqa. Yo'q. Bu Yevropa standarti bo'yicha ishlab chiqarilgan. Hozirgi kunda o'zi barcha rivojlangan mana bu Merz, BMWlar o'zi Yevropa standarti, bular o'zida xabarlaringiz bor. O'shalardan andoza olingan holatda birgalikda ishlab chiqarilgan va bular ekonom rejimda yuradi. Masalan, 1.5 MPI 5 ta 6 ta rasxodi. Xo'p. 1.6 turbinasi esa 6 ta 7 ta. 6-7 litrlar. Albatta. Propan qo'ysak bo'ladimi mashinaga? Gibridga qo'yib bo'lmaydi, tavsiya etilmaydi. Atak benzinda yuradiganlarga propan bemalol qo'ysa bo'ladi. 1.6, 1.5 lik motorlarga qo'ysak bo'ladi. Biz hozir Suis Samarqand avtosalonidamiz. Xo'p, mana bu mashinamiz allaqachon sotilgan. Bu oq rangidan, oqiga qiziqqanlar bo'lsa agar, bu 1.5 lik albatta. 1.5 lik nimasi? Bitta akamiz keldilar, ayollariga ertalab Yevropadan kelib tushgan ekanlar. Bu chetda yuradigan aka-ukalarimiz uchun asosan Yevropadan kelib tushgan ekanlar, uylariga borib, yangani olib, birdan avtosalonga keldilar, xarid qildilar. Hozir to'lov jarayonlarida. Oq rangidan chiroylisini olibdilar. Xohlasangiz do'stlar, bu yerda S09, S07 modellari ham bor. Kattaroq varianti, lekin bizlar bugun yangilikni gapiramiz. Qarang, diskalarni qarang. Liti diskalarda bularda 18, 20 lik jumda. McPherson haydovchisi McPherson Merz, BMWlarda ishlatiladi. Supportlarning chiroyligini qarang, o'zi bu zavodskoy bunaqa bo'yalgan. Albatta, zavodskoy bu. Men o'ylabman qanaqadir. Yo'q, bular zavodskoy. Nima uchun shunaqa bo'yab qo'yilganmi deb. Bunda 540 gradus 540 gradus kamera, 360 pozitsiyasiga, funksiyasiga qarab, lider kameralari, polosov удержания, avtotormojение, barcha zamonaviy mashinalarga xos bo'lgan jihoz imkoniyatlari mavjud. Salonning ichki qismlari Napa koja, akustika полностью Sony, yaponskiy. Salonlarni qarang. Apshishka juda chiroyli qilishgan ekan lekin. Lobovoylariga abagravlar. Multirul, голосовой управление, barcha funksiya bor, barchasi. Bitta o'tirib ko'ramiz. Salonni bitta tomosha qilamiz do'stlar. Xo'p, bizlar necha ketayotganimizni mana bu yerdan ko'rib ketamiz. Albatta, adaptivniy kruiz kontrollarini ham yoqib bemalol ishlatsalar bo'ladi. Radarga tushishlari ham ancha kamayadi. Adaptivniy kruiz kontrolda yurgan vaqtlari. Ma'lum bir skorosti belgilab qo'yib, bemalol yursalar bo'ladi. Bu yerda nimalar bor aka? Gibrid hamda hamma funksiyasi bor. Asosan mana elektrida yursangiz bo'ladi va gibridda ham yursangiz bo'ladi. Gibridga o'tgan vaqtida agarda zaryadingiz tugab qoladigan bo'lsa, elektrda yurgan vaqtida zaryadingiz tugab qoladigan bo'lsa, gibridga avtomat tarzda o'tadi. O'zi o'tadi va mana bu foizni ko'rib turganingizdek zaryad olib, o'zi to'ldirib ketish imkoniyati bor. Xo'p, bunda eng katta plusi funksiyalari mijoz uchun qulayliklari, barcha funksiyalari mana bu yerda o'zi joylashtirilgan. Mana bular knopka tizimida. Konditsioner nimalari, albatta. Issiq sovuqni tushiradi, mana kamaytiradi. Hamma funksiyalari bor. Keyin mana bu yerdan o'chirsak bo'lar ekan, hozir bu juda kuchli. Albatta. Xo'p, abagrev rul bor, abagrev oynalar, lobovoylar, lobovoy, xullas bu yerda hamma funksiyalari mana bu yerda. Zona abagrev bokovoylar, hamma funksiyasi bor bunda. Xullas, qulaylik uchun nima qilingan? Elektron reglovka stenlar ko'ryapmiz. Reglovkalar polni bo'ladi. Panorama tom do'stlar. Tomni ochib olib bemalol yursak bo'ladi. Xohlasalar ortiqcha
kuch ishlatmasdan birgina knopkani bosib ovoz bilan boshqarib ketsalar boshqarsalar Ha, голосовой управление bu. albatta голосовой управление bor. Bularda eng mazza qilinadigan joyi bagaj qismi hisoblanadi. Aha. Oltilarda hammasida mana shunday keng bagaj shtorkalar bilan. Buni olib qo'ysak bo'lar ekan. Bunday ketadi, yana qo'yib qo'yasiz joyiga. Xo'p, buni ham sverkalarni tushirsak, bagaj katta bo'ladimi? Albatta, bagaji ancha kattagina bo'ladi. Marhamat, bagajda hamma uskuna bor. Zaryadka nimalari? Albatta, zaryad uy sharoitida zaryad qilishingiz mumkin. Force major holatda bilasizlar, gibridlarda zapaska bo'lmaydi. Gibridlarda faqat benzin bilan harakatlangan zapaska bor. Ularda bor. Ularda bor, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu gibridda force major holatda balon teshiladigan bo'lsa, o'zi yamab beradigan jihozlarida kleylari bor, akkumulyator. Ko'pchilik o'ylashadi, akkumulyator bilan yursa qiyin bo'ladi, agar tugab qolsa. Bunda unaqa narsasi yo'q. Agar tugab qolsa ham o'zimizni dehqon qilib aytadigan bo'lsa, plus minusini to'g'irlab boshqa mashina bilan zaryad qildirib olib ketsa bo'ladi. O'zi mana bu akkumulyator nima uchun? O'zi elektr nima-ku bu? Albatta. Bu qo'shimcha kuch sifatida. Qo'shimcha? Albatta. Bagaj elektron yopiladi. Elektron bagaj. Hop. Bularni 1 yildan 5 yilgacha muddatga avtokredit yoki рассрочка olsa bo'ladi. Albatta. Yo'q, рассрочкасida adashmanglar. Рассрочкаga keladigan bo'lsak, 6 oydan 2 yilgacha. Aha. Avtokredit 1 yildan 5 yilgacha. Barchasi sizning bosh to'lovingizga bog'liq. Boshlang'ich to'lov necha foizdan necha foizgacha? Kamida 10% dan boshlasangiz bo'ladi рассрочкаga. Aha. Qancha ko'p to'lasangiz, shuncha ko'p Eng ega baland bo'lasiz-da. Agarda rasmiy daromadingiz bo'ladigan bo'lsa, 20% bilan boshlang'ich to'lov bilan olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Avtokreditda. Shuni to'liqroq ma'lumot beraylik, chunki ko'pchilik noto'g'ri tushungan holatlar ham juda ko'p bo'ldi. Call markazimiz 24/7 xizmatingizda. Pastda nomerlarni qoldiramiz do'stlar, bemalol telefon qilaverasizlar. O'zim o'taman. Orqa zadniy stollar juda chiroyli ekan, Shuhrat aka. Orqa LED bo'ladi. Albatta, LED. Pozitsiyasiga farqi yo'qmi? Hammasi bir xil yonadi. Hammasi bir xil yonadi. Juda chiroyli tarzda ishlangan orqa dizaynlar. Mana bu bamperlarga qo'yib qolaman. Lamborghini nimasi? Mana bu bulgalarga o'xshab ketar ekan. Bu gibrid bo'lgani uchun mana bu yerda gulishtir joyi yo'q, ha? Shuni. Parktoniklarda mana bu yerda kameramidi mana bunisi? Albatta, kameralar, zadniy kameralar, передний kameralar hammasi bor. Aha. Bunda asosiysi garantiya masalasida keladigan bo'lsa, servis va garantiya o'zimizdan. Ha, o'zimizda garantiya bor. Albatta. Aytgancha bu nima edi? Ha, zaryadka joyi ekan. Zaryadka joyi, u tarafda esa benzin. Qo'ysangiz bo'ladi. Garantiyalari bo'yicha muammo yo'q. Garantiyada muammo yo'q. Butun Xitoy avtosferasida gibrid va elektromobillarga 3 yil, 2 yil, 1 yil berish ehtimollari bor. Bizada esa 5 yil yoki 200 ming kilometr garantiya bor. Mana shu mashinaga. Albatta, S06larga va Soyuzning barcha modellariga. Xo'p, aka qarang. Endi bizning yo'llar chuqurlar bor yoki qanaqadir holat bo'lib, bamperni tekizib oldik yoki farni sindirib oldikda, zapchastlarni qayerdan topamiz? Bu hozir yangi model qidirib yurmaymiz, Xitoyga. Albatta, bugungi kunda texnik taraflama mashinaning o'zidan hech qanaqa ayb yo boshqa narsa chiqmadi va zapchastda faqatgina DTP bo'lgan holatlarda sotilyapti. Asosan to'g'risini aytgan ma'qul. Unda esa hech qanday muammo yo'q. Servis o'zimizda. Barcha uskunalar, barcha jihozlar professional ustalar shu yerda. Shuhrat aka, mashina olsak, sovg'a qo'shib beramizmi? Albatta. Qanaqa sovg'alar bor? Sovg'alar sir bo'la qolsin, lekin eng yaxshi sovg'alar faqat bizda. Masalan, ko'pchilik so'rashadi, polik, parok, u biz uchun muammo emas, qo'yib beramiz va bizdan xarid qilib ketgan klientlardan ham so'rashingiz mumkin, bemalol hammasi olgan. 12 ta viloyatdan ham bemalol kelsak bo'ladi. Albatta, 12 ta viloyatdan, agar boshqa qo'shni viloyatlardan keladigan bo'lsa, mana siz uchun, siz nomingizda aytib kelishsa, bonusiga polni bak benzinni ham qo'shib beraman. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Xohlasalar gostinitsalarni ham qo'shib beramiz, farqi yo'q. Boshqa viloyatdan kelganlar. Albatta, eng asosiysi bizga mijozlarning mamnuniyati, mamnunligi. Suis Samarqandga kelaverasizlar. Manzilni yana bir marta aytamiz. Farhod posyolkasi 25-A uy. Ya'ni Jomboyga kirishdan oldin va Manzavodni to'g'risi ro'parasida. Xo'p, biza Shuhrat aka, avtokreditga, рассрочкаga olishimiz uchun qanaqa dokument olib kelaylik o'zimiz bilan? Fuqarolik pasporti.
yetadi. Agarda turmushga chiqqan bo'lsalar yoki uylangan bo'lsalar, qarshi tomon emas, uzri, ming bor uzr, noto'g'ri tushunmasin. Yangani pasporti yoki erlarning pasporti hamda ZAGS qog'ozi. Guvohnomasi. Farqi yo'q, qayerdan bo'lsa, Samarqanddan bo'lsalar ham, boshqa yerdan bo'lsa, shu dokumentlar kerak. Albatta. Keyin yana qiziq joyi, sal yaqin kelamiz. Aka, Shokir bor, reper. Sizga qarindosh emasmi? Yo'q. Kecha buni ko'rgazmasida kelgandilar, Shokir aka. Qancha rasm olgandingiz? Ko'rishgandik. Hozir rasmlarni qo'yamiz. Akaga juda o'xshaydilar. Yo'q, qarindoshimiz, endi yaxshi insonlar. San'atlariga gapiramiz. O'shaning uchun bemalol Suyis Samarqandga kelib, Shuhrat akani o'zlari bilan ko'rishib, rasmga olsangiz ham o'sha Shokir reperni ko'rgan bo'laradi. Albatta. Akamiz bu yerda rahmat sizga. Sotuv bo'limining rahbari akamiz. Ya'ni sovg'alarni hammasini qo'shib beradigan shu Shuhrat aka bo'ladilar. Kelganda siz hozir kelaveradi. Albatta. Sizlar kelganda Shayx Rusiyadan keldik deb обязательно ayting, chiroyli sovg'alar qilib beramiz. Eng asosiysi buni narxi qancha aka? Narxiga keladigan bo'lsak, pozitsiyalarga qarab narxi ajratiladi. 344 milliondan 421 million 500 gacha. Oxirgi pozitsiyasi bu gibrid. Albatta 421 qarang, boshdan aytamiz. Birinchi pozitsiya 1.5 MPI motorligi 344 million 500 ming so'm. Ikkinchi pozitsiya 1.6 luxury komplektatsiyasi 364 million. Eng zamonaviy gibridlardan biri S06 ning narxi 421 million 500. Hozirda bu avtomobillarni faqatgina Suyis Samarqand avtosalonidan kelib olishingiz mumkin. Rasmiy dilerlik hisoblanamiz. Albatta, rasmiy dilerlik. Rasmiy diler hisoblanamiz va 200 kilometr va 5 yil garantiya. Albatta. Aka, buni bosh to'lovni qancha qilsak bizga qulayroq tushadi? Masalan, oylik to'lov. Eng yaxshi savollardan biri shu. Bizning call markazimiz 24/7 ishlaydi. Zaявkalar biz ham o'zimiz klientlarga qaytib telefon qilamiz va ko'p beriladigan savollar. Unutmanglar, bosh to'lov qancha ko'p bo'lsa, oylik to'lovi shuncha kam chiqadi. Xoh rassrochka bo'lsin, xoh avtokredit bo'lsin. Oylik bosh to'lovlaringiz kam bo'lsa, oylik to'lovlaringiz baland chiqadi. Mana shu. Shunga qarab, bosh to'lovni ko'proq qilishga harakat qilsak, albatta, oylik to'lovda malol kelmaydigan narxlar bo'ladi. Xo'p, nomerlar pastda bo'ladi, telefon qilinglar. Mashina haqidagi fikringizni kommentariyada albatta qoldiring. Menimcha, bu aytgandek gibrid avtomobillarga juda katta konkurent keldi. Albatta. Shunaqa gaplar. Keyingi videolarda ko'rishguncha barchani Suyis Samarqandda kutib qolamiz. Salomat bo'lasiz. Salomat.